Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga 1 avgustdan kuchga kiradigan yangi qoidalar haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat tadbirkorlarga yoki faqat haydovchilarga tegishli emas. Bu o'z nomida uy-joyi borlarga, kommunal to'lov qiladiganlarga, bank kartasidan foydalanadiganlarga, hujjat topshiradiganlarga, nafaqa yoki yordam puli oladiganlarga, ish beruvchi va ishchilarga, ya'ni deyarli hammaga taalluqli. Eng muhim joyi shuki, ko'p odamlar qoidalar o'zgarganini kech biladi. Keyin jarima keladi, ariza qaytadi, to'lov o'tmaydi. Imtiyoz bekor bo'ladi yoki hujjat ko'rib chiqilmaydi. Shuning uchun men bugun oddiy tilda hayotiy misollar bilan nimaga tayyorlanish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p odam adashadigan nozik joylarni ham alohida aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish pulingizni, vaqtingizni va asabingizni saqlab qoladi. Avval qanday edi? Ko'p masalalarda odamlar hujjatni kechiktirib topshirardi. Kommunal to'lovni oy oxirida yopardi. Soliq yoki jarima borligini faqat majburiy undirib boshlanganda bilardi. Tadbirkorlar ayrim hisobotlarni keyinroq to'g'rilab qo'yamiz deb yurardi. Fuqarolar esa ariza topshirganda bitta hujjat yetmasa, yana bo'lib kelardi. Lekin katta muammo bo'lmasdi. Endi esa tartib asta-sekin elektron tizimlarga o'tyapti. Bu nimani anglatadi? Ma'lumotlar turli bazalarda avtomatik tekshiriladi. Masalan, siz subsidiya uchun ariza bersangiz, tizim sizning daromadingizni, mol-mulkingizni, kadastr ma'lumotingizni, soliq qarzingizni, ish joyingizni va hatto oldingi arizalaringizni solishtirishi mumkin. Siz bankdan kredit olmoqchi bo'lsangiz, faqat pasportingiz emas, daromad manbangiz, qarz yuklamangiz, kredit tarixingiz, doimiy to'lovlaringiz ham ahamiyatli bo'ladi. Avtomobil bilan bog'liq ishda esa jarima, sug'urta, texnik holat, ishonchnoma va ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlari bir-biriga ulanadi. Shu sababli 1 avgustdan asosiy o'zgarish shundan iboratki, ko'p joyda qog'ozdagi gapdan ko'ra elektron bazadagi ma'lumot kuchliroq bo'ladi. Siz og'zaki tushuntirib berishingiz mumkin, lekin tizimda qarzdorlik ko'rinsa, ariza to'xtaydi. Siz hujjat bor deb o'ylashingiz mumkin, lekin muddati o'tgan bo'lsa, xizmat rad qilinadi. Siz men xabardor emasdim deyishingiz mumkin, lekin qonuniy jihatdan bu har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. Birinchi navbatda 2 avgustdan keyin har bir odam o'zining asosiy ma'lumotlarini tekshirib olishi kerak. Men bu yerda oddiy narsalarni nazarda tutyapman. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari to'g'rimi? Yashash manzili to'g'ri ko'rsatilganmi? Telefon raqam sizning nomingizdami? Bank kartasi va mobil ilovalarda identifikatsiya to'liqmi? Kadastr hujjatlari bazada chiqyaptimi? Kommunal hisob raqamlarida qarz yo'qmi? Hayotiy misol keltiraman. Bir fuqaro uy-joy subsidiyasi yoki ijtimoiy yordam olish uchun ariza beradi. O'zi haqiqatan ham yordamga muhtoj. Lekin tizimda uning nomida eski hovli ko'rinib turadi. Aslida u hovlini yillar oldin sotgan. Lekin kadastrdagi o'zgarish oxirigacha rasmiylashtirilmagan. Natija nima bo'ladi? Tizim uni mol-mulki bor deb ko'radi va ariza rad etilishi mumkin. Bu yerda odamning niyati yomon emas, muammo hujjatni vaqtida yopmaganda. Ikkinchi misol. Bir kishi avtomobil sotib oladi, lekin eski egasidan ishonchnoma bilan yuraveradi. Avval bu ko'pchilik uchun oddiy holat edi. Endi esa jarima, sug'urta, texnik ko'rik, yo'l harakati qoidabuzarligi va mulk egasi bilan bog'liq ma'lumotlar ko'proq elektron nazorat qilinadi. Agar avtomobil sizning nomingizda bo'lmasa, bir kuni jarima kimga tushgani, sug'urta kim nomida ekani, javobgarlik kimga yuklanishi bo'yicha muammo chiqadi. Eng yomoni, mashinani qayta sotmoqchi bo'lganingizda yoki yo'l transport hodisasi bo'lganda ish chigallashadi. Uchinchi misol tadbirkorlar uchun. Kichik do'kon egasi oy davomida savdo qiladi. Plastik tushum bor, naqd tushum bor, elektron hisob faktura bor, lekin hammasini o'z vaqtida tartibga keltirmaydi. Avval tekshiruv kelmasa, bilinsin bilinmasin yurardi. Endi esa tizim tushum, terminal, onlayn kassa, bank aylanmasi va soliq hisobotini solishtirishi mumkin. Masalan, bank aylanmasi 1 million so'm, hisobotda 5 million so'm ko'rsatilgan bo'lsa, bu avtomatik savol tug'diradi. Darhol katta jarima degani emas, lekin tushuntirish, tuzatish, qo'shimcha hisoblash yoki tekshiruv xavfi paydo bo'ladi. Men birinchi navbatda 3 ta toifadagi odamlar ehtiyot bo'lishi kerak deb hisoblayman. Birinchisi, hujjatlari eski yoki chala rasmiylashtirilgan fuqarolar. Masalan, uy meros orqali bo'lgan, lekin nomga o'tkazilmagan. Yer uchastkasi bor, lekin kadastr hujjati to'liq emas. Nikoh, ajrim, farzand, aliment, meros.
hadya yoki oldi sotdi bo'yicha hujjatlar bor. Ammo davlat bazasida yangilanmagan. Ikkinchi toifa doimiy to'lovlari bor odamlar. Bunga kommunal to'lovlar, kredit, aliment, jarima, soliq, ijara shartnomasi, sug'urta kiradi. Agar sizda kichkina qarz bo'lsa ham, u ba'zi xizmatlarda to'siq bo'lishi mumkin. Masalan, 25 ming so'mlik jarima yoki 6 ming so'mlik kommunal qarz katta pul emas. Lekin ariza topshirishda, ayrim ma'lumotnoma olishda yoki shartnoma rasmiylashtirishda asabingizni buzishi mumkin. Uchinchi toifa tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar, chunki elektron tizimlar eng ko'p pul aylanmasi bor joyda seziladi. Agar siz xizmat ko'rsatsangiz, pulni karta orqali olsangiz, buyurtmalarni ijtimoiy tarmoq orqali qabul qilsangiz, lekin faoliyatingizni rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, ertaga savol tug'ilishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Men shuni aytyapmanki, daromad bor joyda uning manbasi tushunarli bo'lishi kerak. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, to'lovlaringizni vaqtida qilsangiz, kadastr, bank, soliq va shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, vahima qilishga sabab yo'q. Yangi qoidalar tartibli odamga ko'pincha qulaylik beradi. Masalan, oldin bir ma'lumotnoma uchun idora yurgan bo'lsangiz, endi tizim o'zi tekshiradi. Oldin qog'oz ko'tarib yurish kerak bo'lgan bo'lsa, endi elektron ko'rinishda tasdiqlash mumkin bo'ladi. Lekin buning sharti bitta. Bazadagi ma'lumot to'g'ri bo'lishi kerak. Men bu o'zgarishlarni 5 ta yo'nalishga bo'lib tushuntiraman. Birinchi yo'nalish hujjatlar va davlat xizmatlari. Endi arizalar ko'proq elektron tekshiruvdan o'tadi. Bu nimani anglatadi? Siz ariza topshirganingizda xodimning kayfiyati emas, tizimdagi faktlar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Agar pasport ma'lumotida xato bo'lsa, ariza qaytadi. Agar manzil eski bo'lsa, xabar sizga yetib bormasligi mumkin. Agar telefon raqami boshqa odam nomida bo'lsa, tasdiqlash kodini olishda muammo bo'ladi. Ikkinchi yo'nalish to'lov intizomi. Kommunal, jarima, soliq va majburiy to'lovlarni kechiktirish endi ko'proq ko'rinadi. Masalan, oila elektr energiyasi uchun 300 ming so'm qarz bo'lib qolganini bilmaydi. Chunki hisoblagich boshqa joyda. SMS esa eski raqamga ketadi. Keyin birdaniga cheklov bo'ladi yoki qarzni yopish talab qilinadi. Bunday vaziyatda odam aytadi, men bilmadim. Lekin tizim uchun qarz mavjud. Shuning uchun har oy kamida bir marta barcha hisoblarni tekshirish kerak. Uchinchi yo'nalish bank va karta operatsiyalari. Kartaga pul tushishi yomon narsa emas, lekin muntazam va katta miqdordagi tushumlar bo'lsa, bank yoki soliq organlarida savol tug'ilishi mumkin. Masalan, oyiga 2 million so'm do'stlaringizdan qarz qaytsa, bu boshqa masala. Lekin har kuni 23 ta odamdan pul tushsa, bu savdo yoki xizmat ko'rsatish belgisi bo'lishi mumkin. Shuning uchun men maslahat beraman. Agar siz haqiqatan ham xizmat ko'rsatayotgan bo'lsangiz, faoliyat shaklini tanlang. O'zini o'zi band qilish yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki korxona shakli qaysi biri sizga mos kelishini aniqlang. To'rtinchi yo'nalish transport va yo'l harakati bilan bog'liq masalalar. Haydovchilar uchun eng katta xato mashina hujjatlarini keyinga qoldirish. Sug'urta muddati o'tgan, ishonchnoma eski, jarimalar yopilmagan. Texnik holat bo'yicha muammo bor. Bitta misol, odam viloyatdan Toshkentga keladi. Yo'lda kamera jarima yozadi, jarima eski egasiga boradi. Eski ega norozi bo'ladi, yangi egani topolmaydi. Keyin mashinani rasmiylashtirishda nizoli vaziyat chiqadi. Shuning uchun avtomobilni olgan bo'lsangiz, imkon qadar tez nomingizga o'tkazing, sug'urtani tekshiring, jarima bor yo'qligini ko'ring. 5-yo'nalish ijtimoiy yordam, subsidiya, nafaqa va imtiyozlar. Bu joyda eng muhim narsa oilaning real holati bilan hujjatlardagi holat bir xil bo'lishi. Agar oilada kimdir rasmiy ishlamaydi, lekin bank kartasiga muntazam pul tushadi, tizim buni ko'rishi mumkin. Agar kimdir boshqa manzilda yashaydi, lekin propiska bir joyda qolgan bo'lsa, oila tarkibi noto'g'ri chiqishi mumkin. Agar farzand nikoh yoki ajrim hujjatlari yangilanmagan bo'lsa, yordam puli hisoblashda muammo bo'ladi. Endi eng muhim nozik masalalarga o'taman. Birinchi nozik joy, hamma qarz ham bir xil oqibat bermaydi. Masalan, kommunal qarz, soliq qarzi, sud qarori bo'yicha qarz, aliment qarzi va bank krediti alohida tartibda ko'riladi. Odamlar ko'pincha bularni aralashtirib yuboradi. Bank krediti bo'yicha kechikish kredit tarixiga ta'sir qiladi. Aliment qarzi esa majburiy ijro choralariga olib kelishi mumkin. Soliq qarzi tadbirkorning hisob raqamlariga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun qaysi qarz qayerdan chiqqanini aniq bilish kerak. Ikkinchi nozik joy. Xato ma'lumotni o'chirish avtomatik bo'lmasligi mumkin. Masalan, siz jarimani to'ladingiz, lekin tizimda hali ham qarz ko'rinyapti.
Bu holatda to'lov chekini saqlash kerak. Bank ilovasidagi kvitansiya, SMS, terminal cheki yoki to'lov tizimidagi elektron chek sizga dalil bo'ladi. Men doim aytaman, katta yoki muhim to'lov qilganingizda chekni telefoningizda alohida papkaga saqlang. Chunki ertaga to'lagansizmi degan savol tug'ilsa, gap bilan emas, hujjat bilan javob berasiz. 3-nozik joy, ariza rad etilsa, bu har doim oxirgi qaror degani emas. Ko'p odam arizasi qaytsa, darrov taslim bo'ladi. Aslida sababni yozma shaklida bilish kerak. Masalan, ma'lumotlar mos emas, hujjat yetarli emas, qarzdorlik mavjud, oila tarkibi tasdiqlanmadi degan sabablar bo'lishi mumkin. Har bir sababning yechimi bor. Ma'lumot mos bo'lmasa ba'zan to'g'rilaysiz, hujjat yetmasa qo'shasiz. Qarzdorlik bo'lsa to'laysiz yoki e'tiroz bildirasiz. Oila tarkibi noto'g'ri bo'lsa, FHDYO, mahalla, migratsiya yoki kadastr ma'lumotlarini tekshirasiz. 4-nozik joy ishonchnoma bilan yurish xavfi. Ko'pchilik ishonchnoma bor-ku deydi. Ha, ishonchnoma ma'lum harakatlarni qilishga vakolat beradi. Lekin mulk egasi masalasi boshqa. Avtomobil, uy, yer, do'kon yoki boshqa mulk sizning nomingizda bo'lmasa, kelajakda meros, qarz, taqiq, sud nizosi, oilaviy kelishmovchilik kabi muammolar chiqishi mumkin. Men ekspert sifatida har doim shuni tavsiya qilaman. Real egasi siz bo'lsangiz, hujjatda ham egasi siz bo'ling. 5-nozik joy, norasmiy daromad. Bugun ko'p odam uyda tikuv qiladi. Taom pishirib sotadi, repertorlik qiladi, taksi qiladi, internet orqali savdo qiladi, kosmetologiya yoki ta'mirlash xizmatini ko'rsatadi. Bu yomon emas, aksincha odam mehnat qilyapti. Lekin daromad muntazam bo'lsa, uni qonuniy shaklga solish kerak. Aks holda bank operatsiyalari, soliq savollari yoki imtiyoz olishda tushunmovchilik bo'ladi. Masalan, siz ijtimoiy yordamga ariza berdingiz. Lekin kartangizga har oy taksiz 10 million so'm tushib turibdi. Bu pul qarindoshlardan kelgan bo'lishi mumkin. Lekin tizim buni daromad deb baholashi ehtimoli bor. Shuning uchun pulning manbasini tushuntira oladigan hujjat yoki izoh bo'lishi muhim. Birinchi xato keyin qilaman deyish. Hujjat masalasi keyin degan so'z ko'pincha qimmatga tushadi. Bugun 15 daqiqada tekshirib qo'yiladigan narsa ertaga 3 ta idoraga borishga aylanishi mumkin. Masalan, telefon raqam eskirgan bo'lsa, sizga kelish kerak bo'lgan xabar kelmaydi. Ariza holatini ko'ra olmaysiz. Bank tasdiqlashi o'tmaydi. Shuning uchun aloqa ma'lumotlarini yangilash mayda ish emas. Ikkinchi xato og'zaki kelishuvga ishonish. Uy ijarasi, mashina oldi sottisi, sheriklik, qarz berish, xizmat ko'rsatish, tovar yetkazish kabi masalalarda yozma iz qoldiring. Hech bo'lmasa shartnoma, tilxat, elektron yozishma, to'lov izohi bo'lsin. Misol uchun, siz 5 million so'm qarz berdingiz va kartaga o'tkazdingiz. Izohga qarz deb yozmadingiz, tilxat olmadingiz. Keyin odam bu sovg'a edi desa, isbotlash qiyinlashadi. Shu sababli har bir muhim pul o'tkazmasda izohni to'g'ri yozing. 3-xato qarzni tekshirmaslik. Ba'zi odamlar jarima kelganini bilmaydi. Ba'zilar kommunal qarzni boshqa oila a'zosi to'laydi deb o'ylaydi. Ba'zilar soliq xabarnomasini ko'rmaydi, lekin oqibat baribir keladi. Men maslahat beraman. Oyda bir marta moliyaviy tekshiruv kuni qiling. Telefoningizda 20 daqiqa vaqt ajrating. Kommunal jarima, soliq, kredit, aliment yoki boshqa majburiyatlarni ko'rib chiqing. Bu odat sizni katta muammolardan saqlaydi. 4-xato, hujjat nusxalarini saqlamaslik. Bugun hamma narsa telefonda, lekin telefon yo'qolishi, buzilishi, chat o'chib ketishi mumkin. Muhim hujjatlarni alohida saqlang. Pasport nusxasi, kadastr shartnoma, chek sud qarori, to'lov kvitansiyasi, sug'urta, diplom, guvohnoma. Elektron shaklda ham, qog'oz shaklda ham tartib bo'lsa, muammo chiqqanda tez harakat qilasiz. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlarni tekshiring. ID karta yoki pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqam, bankdagi ma'lumotlar va davlat xizmatlari portalidagi profilingiz to'g'ri ekanini ko'ring. Agar telefon raqamingiz boshqa odam nomida bo'lsa, uni o'z nomingizga rasmiylashtirishni o'ylang. Chunki tasdiqlash kodlari va xabarnomalar aynan shu raqamga bog'lanadi. Ikkinchi qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Kommunal to'lovlar bo'yicha elektr, gaz, suv, chiqindi va issiqlik hisoblarini ko'ring. Jarimalar bor yo'qligini tekshiring. Soliq qarzini aniqlang. Kredit kechikishi bo'lsa, bank bilan gaplashing. Agar qarz noto'g'ri chiqayotgan bo'lsa, darhol e'tiroz yozing va cheklarni ilova qiling. O'zi yo'qolib ketadi deb kutmang. Chunki xato ma'lumot uzoq turib qolishi mumkin. 3-qadam, mulk hujjatlarini tartibga keltiring. Uy, yer, avtomobil, do'kon, garaj yoki boshqa mol-mulk kim nomida ekanini tekshiring. Agar meros ochilmagan bo'lsa, notariusga boring. Agar oldi-sotdi qilingan
lekin nomga o'tkazilmagan bo'lsa, rasmiylashtiring. Agar kadastrda xato bo'lsa, tegishli tashkilotga ariza bering. Bu ishlar bugun zerikarli ko'rinadi, lekin ertaga katta nizoning oldini oladi. 4-qadam, daromadingizni qonuniy shaklga soling. Agar siz uyda xizmat ko'rsatsangiz yoki savdo qilsangiz, qaysi tartib sizga mosligini aniqlang. O'zini o'zi band qilish ayrim faoliyatlar uchun qulay bo'lishi mumkin. Agar aylanma kattaroq bo'lsa, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki yuridik shaxs kerak bo'lishi mumkin. Bunda men bir narsani alohida aytaman. Maqsad faqat soliq to'lash emas, maqsad o'zingizni himoya qilish. Rasmiy faoliyat bilan siz shartnoma tuza olasiz. Mijozdan pulni ochiq olasiz. Bankda savol tug'ilganini tushuntira olasiz. 5-qadam, barcha muhim to'lovlarga izoh yozing. Masalan, ijara to'lovi bo'lsa, avgust oyi ijara to'lovi deb yozing. Qarz qaytarish bo'lsa, qarz qaytarildi deb yozing. Tovar uchun bo'lsa, mahsulot uchun to'lov deb yozing. Bu mayda ko'rinadi, lekin nizoda katta ahamiyatga ega. Pul o'tkazmasi izohsiz bo'lsa, keyin uni tushuntirish qiyinroq bo'ladi. 6-qadam. Ariza topshirishda hujjatlarni oldindan tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: shaxsni tasdiqlovchi hujjat, yashash manzili ma'lumoti, kadastr hujjati, daromad ma'lumoti, bank rekvizitlari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, shartnoma, to'lov cheklari. Har bir xizmat uchun ro'yxat boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun ariza berishdan oldin rasmiy manbadan aniq ro'yxatni tekshiring. 7-qadam, rad javobi olsangiz, og'zaki bahslashib vaqt yo'qotmang. Sababini yozmay yoki elektron ko'rinishda oling. Keyin aynan shu sabab bo'yicha harakat qiling. Agar qarzdorlik bor deyilsa, qayerdan chiqqanini aniqlang. Agar hujjat yetarli emas deyilsa, qaysi hujjat ekanini so'rang. Agar ma'lumot mos emas deyilsa, qaysi bazaning to'g'ri ekanini toping. Shunda muammo yechiladi. 8-qadam, keksa ota-onalar va texnologiyadan kam foydalanadigan yaqinlaringizga yordam bering. Chunki yangi qoidalardan eng ko'p qiynaladiganlar ko'pincha internet ilovalarini ishlatmaydigan odamlar bo'ladi. Ularning telefon raqami to'g'rimi, kommunal qarzi yo'qmi, pensiya kartasi ishlayaptimi, hujjatlari joyidami? Shularni tekshirib qo'ying. Ba'zan bitta SMS kelmagan uchun odam muhim xabardan bexabar qoladi. Men sizga juda sodda tekshiruv ro'yxatini beraman. Bugunoq telefoningizga yozib oling. Birinchisi, pasport yoki ID karta muddati va ma'lumotlarni tekshiring. Ikkinchisi, yashash manzilingiz va telefon raqamingiz dolzarbligini ko'ring. Uchinchisi, kommunal to'lovlarda qarz bor yo'qligini aniqlang. 4-si, jarima va soliq qarzlarini tekshiring. 5-si, bank kreditlaringizda kechikish yo'qligiga ishonch hosil qiling. 6-si, avtomobil bo'lsa sug'urta, jarima, texnik holat va egasi masalasini ko'ring. Uy yoki yer bo'lsa, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. 8-si, muhim chek va shartnomalarni alohida saqlang. 9-si, daromadingiz muntazam bo'lsa, uni rasmiylashtirish variantini tanlang. 10-si, ariza topshirishdan oldin hujjatlarni to'liq yig'ing. Bu ro'yxat oddiy ko'rinadi, lekin amalda juda kuchli. Chunki ko'p muammo aynan shu 10 ta banddan birida chiqadi. Men tajribamda ko'p ko'rganman. Odam katta qonuniy masalaga duch keldim deb o'ylaydi. Aslida muammo telefon raqam eskiligida bo'ladi. Yoki subsidiya rad bo'ldi deb xavotir oladi. Aslida kadastrda eski ma'lumot turgan bo'ladi. Yoki bank kartasi bloklandi deb qo'rqadi. Aslida identifikatsiya to'liq emas yoki operatsiya izohi tushunarsiz bo'ladi. Xulosa qilib aytaman. 1 avgustdan keyingi yangi tartiblarga tayyorlanishning eng to'g'ri yo'li vahima qilish emas, hujjat va to'lovlarni tartibga keltirishdir. Endi ko'p jarayon elektron tekshiruvga bog'lanadi. Shuning uchun bazadagi ma'lumotlar hayotingizga bevosita ta'sir qiladi. Qarzdorlik, eski manzil, noto'g'ri telefon raqam, rasmiylashtirilmagan mulk, izohsiz pul o'tkazmalari va chala hujjatlar keyin katta muammoga aylanishi mumkin. Men sizga tavsiya qiladigan asosiy qoida shunday: har bir muhim ishda dalil qoldiring, har bir to'lovni tekshiring, har bir hujjatni rasmiylashtiring va har bir arizaning sababini yozma biling. Shunda yangi qoidalar siz uchun xavf emas, aksincha tartib va qulaylik bo'ladi. Sizningcha 1 avgustdan kuchga kiradigan qoidalarning qaysi bir odamlar uchun eng ko'p qiyinchilik tug'diradi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham eng muhim o'zgarishlarni oddiy tilda, aniq misollar bilan tushuntirib boraman.